Yaxshimisiz aka? Salomatmisiz? Yo'q, shu nimaga? Sizni videolaringiz menga hamma tashlayapti, aytyapman, menga tegishli emas bu deb o'tgan safar ham aytdim. Qaysi videolarni sizga tashlashyapti aka? Istoriya qo'ygan ekansiz, bittan chiqib olib gapiryapsan, bittan chiqib olib bu qilyapsan, ya menga tegishli emas deb qo'ydim. O'tgan safarga qo'yganing. Biron joyda siz men bironta gapirgan videomga sizni rasmingiz chiqqan yo'q, chiqibdi. Rasmni qo'yib chiqarishdi. Просто men o'zim o'chirgizib yubordim, keyin men aytdimki, bu bola bilan hech bir ko'rishganimizda menga oshcha gapiryapman, ish qilgani yo'q, men ham bunga oshcha gapiryapman, ish qilmaganman bunga. Menga hayotda oshcha gapirmaydi. Hozir narsa men haqimda bo'ldimi shu gap aka? Endi eshitib tursiz, hozir aytaman sizga hamma. Shunaqa men haqimda bo'lmadimda, temani o'zgartirib yubordim. Ashu oldingisida. Keyin gapni eshitdim. Agar hozir yana meni gapirib turgan bo'lsangiz, gapingiz bo'ladigan bo'lsa, xuddi siz Lyuboy bilan 100 gaplashganda, bilasiz, men ham Lyuboy bilan 100 gaplashaman, o'zingiz bilasiz. Chunki birovni 100 erkalik to'g'risida gapirishni kerak yo'q. Nima desangiz, biz ancha oldin erkak, mujik bo'ylar deb turib, hammani ustidan yozib olganlar ko'rdik. Ikkalamizga ham erkalik to'g'risida o'zi bilishadi hammamiz. Ikkalamiz ham. Shu uchun demoqchiman, bu yerda agar shu gapni o'tgan safar ham o'zimning ish bo'yicha ham, mashina qurishni ishi bo'yicha ham u odamni ismini aytmasam ham o'zini xatosi bor shekilli, o'zi shu narsani kovlab chiqdi. Bu tema bo'ldi. Bu temani o'chirdim. Hozir bu temani ichiga keladigan bo'lsak, Fazlimni menga rosa javob yozishyapti. Fazlim bilan sizni aytishdi-da, Fazlim bilan anoni aytishdi. Qovog'ini solib gapirayotgandi. Yaqinda face to face'da efirda yozishdi. Muhiddim bilan face to face'ini yozishdi. Keyin aytdimki, men dedim, bulardan urushadigan bo'lsa dedim, endi siz gapingizni yaxshi eshiting gapimni. Agar hozir mana shu gapimga aka men bunaqa demadim desangiz, bu hozir meni gapirishingiz sizga noto'g'rilik qiladi. Nimaga? Siz to'g'risida gap ketmaganini ham bilasiz. Endi kim qanaqa tushunsa o'zi biladi. Xolasangiz siz ham o'zingizga oling, xolasangiz olmang. Nimaga desangiz? Yo'q, nima xolasam o'zimga olaman. Eshiting. Aytdiki, Abib deyman, Ashim bilan urushadi deb turganda aytdiki, nimaga urushmading, bu yerda qabul qilmading desa nima degan? Oktagonligiga. Men bilmayman. Men birovni bilmasdan turib menga tegishli. Shunga menga tegishlimi aka, manaqami deb menga bunaqa gapingizni qilmaydi-ku. Men bir narsani bilmasam gapirmayman-da, ashlarga aytganman. Bu aytganki, bizga yaxshi uslubiy qilib bermadi degan. Hop, bo'pti. Men gapiraman-da, gapingiz tugadimi? Yo'q, tugamadi gapim. Shunaqa gap bo'ldi. Men shuni tema qilib shuni aytdimki, agar urushadigan bo'lsa dedim, shunga chiqib urushish kerak dedim, Lyuboy dedim. Bunaqa gap bo'lmadi. Keyin men dedim, efirimda savollarga javob berdim-da. Humoyimizga aytib, uykamizdan kattaman. Hozir shuncha odam ichida bir-birimizga oshcha gapirib olmaylik. Ertaga yuzimiz ko'rishishimiz bor. Shuning men gapirgan gapimga kattani ham, kichikni ham oldi bir xil javob beraman. O'zingiz yaxshi taniysiz meniki. Hech kimga masalan biron marta hech qachon bir tegmaganga tegib, yo kimdirni bir ig'vo qilib, yo kimdirni hurmatini to'kib qo'yib, men xursand bo'lib o'tirgan bola emasman. Sizni ham yaxshi taniyman aka. Siz ham meni yaxshi taniysiz. Hozir sizni iminni gapirgan gapingiz videochilar, buni blogerlar rasm yasab, rasm qo'yib yasayganlar temasiga meniki tushyapti, chunki men kecha u bilan ko'rishib yo'q, mayli. Men bittasi ko'rishgan. Sizdan oldin ham 50 tasi ko'rishgan. Siz bilan ko'rishganingizdan keyin shu momentda chiqarsam yoki bitta turnir bo'lib turib, turnirda shunday gapirib chiqsam ekan, bu sizlarga tegib ketsa bo'ladi. Endi kim buni o'ziga oladi, bu boshqa narsa. Yo'q, aka, sizga boshqa savolni beryapman. Masalan, siz iminda men bilan salom-alik qilganingizda ham, qilmaganingizda ham o'rtamizda muomala bo'lsa ham, bo'lmasa ham, o'zingiz uchun yaxshi bilasiz, hurmatingizni qilib, Andijonda sihatlik hamma to'planganda siz uchun o'zingiz bilasiz, o'zingiz ko'rgan shu videoni aka. Qayerda? Bilaman. Namanganda. Siz hurmat bu temalar gapda eshiting. Bu temalarni hamma yo'qni bilaman. Siz men sizga yana qaytaryapman. Yana sizga qaytaryapman. Qarang-ku. Meni hurmat qilgan odamni biror marta bir tengi ilmagan joyim yo'q. Meni hurmat gapiradingizmi shu Humoy arqamdan gapirgan ekan degan gapda aka? Men sizga yana aytyapman sizga. Siz meni hurmat qilyapsizmi yo siz biror marta otingizni aytib yo biror nima dedimmi? Hozir video men haqimda chiqyapti faqat aka. Qaytaman, siz Humoy haqida chiqyapti-kan bu. Hamma video men rasmini qo'yib chiqargan. O'shani so'rayapman aka. Endi gapirgan bo'lib ulardan so'rang-ku. Men ulardan rasm qo'yganlardan so'rang. Seni otingni aytdimi yo buni otini aytdimi deb so'rab ko'ring bir.
siz gapirgan gapga ular qanaqa qilib u javob beradi aka? Ular javob bermasa nimaga men rasmni qo'yib deyapsizlar? Ular siz gapirgan gapingizga boshqa odam javob bera olishi mumkin. Aka, men o'zingizdan so'rayapman, primoy. Mana men gapiryapman. Agar hammasi to'g'risida gapirdim deyapman. Mani aloqam yo'qmi o'shangiz sizdan o'zingizdan so'rayapman. Agar mana o'zingizga aytyapman. Siz ham ertaga bo'yidan qochib turib, yo menga uslubga to'g'ri kelmadi. Siz mana shu gap sizga tushadi. Men sizga hali bo'yingiz bo'lishini bilaman. Nimaga deng? Sizlar urushmasligingizni bilaman, deganlaringizni urushmasligingizni. Nimaga urushmasligingizni bilasiz? Sizlarni bo'ylaringiz bo'lmaydi uka. Men buni juda yaxshi bilaman. Nimaga? Ha. Birinchidan u oktagonda urushadi. Bizga o'zi 3 ta kulachniy boy berayotgan musobaqada 3 tasidan предложение kelib bo'ldi. Men u bilan kulachkada dogovor qilyapman, agar e'tibor bergan bo'lsangiz videoda. Ha, ashuni e'tibor bermayapman. Mayli, kulachkada bo'lsa ham chiqib gazini bosing, o'zingiz bilasiz. Lekin Humoy internatdan eshitdim-ku. Hozir internetda turib bunaqa gaplar qilmang menga. O'sha gaplar Sulton degan gap chiqdimi og'zimdan aka? O chiqqan yo'q, shuning uchun men shunday kirdim, mana shu jo'natishiga. Hozir aytdimki, unda ham aytdim. Men to'g'rimda gapirmaydi deb aytdim ularga, men o'zgalarga ham. Prosta men shetdaman, menga gapingiz bo'lsa, uka shetdaman deb ayni o'zingizga yozdim. Mana aka, agar sizga birorta lishni gapim bo'lsa, chatim sizga ochiq primoy yozib qo'ya olaman aka. Prosta menga imimni siz gapirgan gaplaringizni, videoyingizni montaj qilib, hammasi tashab, bitta-ikkita yaqinlam tashab nimaga u Nursulton bilan yaxshi. Shu yaqinlaringiz kim? U yaqinlaringizni menga to'g'ri, qaysi yaqinlaringiz bunaqa qilyapti? Mana men hozir sizga skrinshotlarni menga sizga gapingiz aka, sizga tegishtirib yozyapti deganlar skrinshotni sizga tashab beraman hozir. Yaqinlarim Nursulton bilan yaxshi eding-ku, nimaga u unaqa gaplar gapiryapti? Endi sen face to face u bilan ko'chada ko'rishib qolgandan keyin deyapti aka. Hammani temasi yopilganda, bitta maniki ochilganda shu gapni gapiryapsiz-da, primoy gapdashkin, nechta odam face to face qildim bilan. Hop, hammasiniki yopib tashlagan-ku, yopilib bo'lgan-ku ular temasi. Qanday yopib tashlaydi? Ashu face to face deganlardan bitta so'rasangiz aytadi. Uslubiga to'g'ri kelmaganligi uchun bo'y qilmadik deyapti. Billat, men urushaman deb turib qanday uslubiyani so'raydi? Aka, men unga urushaman demadim, mana shularning ichida. U menga urushaman deyapti. Shu uchun mana meni gapimni tushuning deyapman sizga. Ha. Men urushaman deb turib, nima urushmading, bo'yni qabul qilmading desa, uslubiga to'g'ri kelmayapti deyapti. Endi qarang aka, shu gapingizga bitta gapim aytayman. Mana siz eshityapsiz, siz ham eshiting. Qarang. Men boshqa bayeslar, endi kontrakt menga qiziq emas. O'zi asli bunday olib qarasangiz, sportda pul topmasa birontasi urushmaydi aka, mediasi borlar hammasi. Bu siz yaxshi bilasiz. Hammasi jichcha prosmotr ko'paygandan keyin muncha so'mma deyishga o'tadi, to'g'rimi? Endi agar bironta bayes menga pul kerak emas, men urushaveraman desa, yo bo'lmasam men o'zim urushaman deb Fazliddin meni tushimga ham kirmaganda, ertalab turyapman, intervyuda ham bugun sport Farruh akaning bitta xodimi bor, o'sha borib kim bilan urushmoqchisan desa, Humoyim bilan deyapti. Ikkita joyda meni gapirib o'tib ketyapti, to'xtab turing aka. Endi kontrakt birontaga men unga aytgan gapim, mana siz gapingizga tushmaydi. Prosta xalqda oldida Nursulton Humoyinni gapiribdi degan gapga men javob berib qo'yapman-da. Men qochganim yo'q boydan. Tushunmasa, meni gapimni tushunmasa, mendan nima buni so'rayapsiz o'zi? Meni gapimni tushunmayaptilar. Siz aytganim yo'q deb aka, boshqani aytyapman. Agar siz jangdan qolsangiz, siz gapingiz deyapsiz, to'g'rimi? Ha, mana shuni aytdim. To'g'ri aytdimmi, noto'g'ri aytdimmi? Hali meni jangim yo bo'lmasam bironta bir podkast qilgan joyim yo'q-ku. Humoyon gapni eshiting deyapman uka sizga. Agar siz ham jang bo'lsa, jang bo'ldi bo'pti, qochsangiz shu gap sizga tegishli deyapman. Men siz hozir jangingiz aniq, endi urushmasa shunda qochsangiz, shunaqa bo'ladi deb gapirmayapman. Keyin siz aytyapsizki, aka, mediasi oshgan bayeslar pul talab qiladi deyapsiz. Oktagon bir 100 ming dollar pul beradimi? Oddiy misol men sizga aytyapman. Oktagondan men aka 200 ming bersa ham oktagonda urishmayman. Siz aytmayapman men dedi. Ularga bermaydi, yo'q, bermaydi. Shuning uchun sizga to'g'ri kelmadi deb gapirish bunaqa o'rtaga chiqib olib odamlarni aldash ularga emas-da. Shuning uchun men biroz to'g'risini aytib beraman, bo'ldi. Humoya, qarang-ku. Nima deysiz sizga? Siz bilan endi esingizda bo'lsa 2019-yil shu Qodirxon bir olib kelgan edi, bilasizmi? Humor endi birinchi urushgan paytimizda birga yashagan edi, esingizdami? Esimda, hammasi esimda. Shu
ash paytda taniganman, mana shu esimda bo'lsa, undan oldin tanishardik-ku, ash paytda yaxshi Undan tanishgan. oldin bor edi Salom Ali, shu yerda yaqin bo'lib ko'rishib, gaplashib qanaqa bo'lgan. Endi uka, qarang. Hop, men sizga просто konkretniy qilib ochig'ini aytib ber. O'zbekistondagi MMA bayslarini bilasiz? Ko'pgina MMA bayslar bor O'zbekistonda. Men sizga yaxshi tushunib oling deb aytyapman. Aytdim manaqa demasdan. O'zbekistonda 1000 ta bays bor, to'g'rimi? 1000 ta baysda men yaxshilari bor, siz yaxshilaringiz bor, boshqalar yaxshilari bor. Hammasidan bir xil emas. Lekin meni yoshim уже MMAda eng kattasi bo'lib qoldi hozirgi vaqtda. Shunaqa. Mahmud Murodov bilan уже bizni yoshimiz, yana bir ikkita asha oktagonda urushib yurgan, ana anjonliklar chiqalardi, yoshi уже katta bo'ldi. Bizniki уже yoshimiz katta. Biz уже 20 yosh, 25 yosh, 26 yosh, 18, 19 yangi chiqib yurgan bolalarni mabodo nimadir deb gapiradigan bo'lsak ham, biz ular bilan tortishib o'tiradigan xonamiz qolmadi-da. Tushundingizmi? Agar rezultat bilan maqtanish kerak bo'lsa, men biror marta rezultatim bilan maqtanmaganman, lekin o'zi biladi. O siz ham yaxshi bilasiz, nimalar qilganimni, qaytalarga urishganimni, nechta urishganlarim hamma yo'q. Shuning uchun uka qarang. Agar mabodo sizda menimcha adashmasam 25-26 ga kirdingiz-da endi. 27 ga kirdim. 27 ga kirdingiz. Yosh bola emassiz, lekin sizlarni pokoleniyalaringiz endi rivojlanib chiqyapti. Shuning uchun uka mana shuncha odam 5000 ta odamni ichi aytib ko'ri, akalar, agar bu bola menga gapirsa yoki bu bola menga gapirsa, ismimni aytib gapirsa, keyin tashlaylar. Agar bu birorta hozir eshiting, agar bu hozir birorta video qilib chiqsa, qanaqa qilding, unaqa qilding, bunaqa qilding deb chiqsa, tashamanglar. Nimaga aytsanglar, men bilan 2-3 ta bolam bor. Men bilan yoshim yaqinda katta bo'lib qolganman. Men bunaqa yosh bolalar bilan o'ynash degan maqsadda emas, hammaning o'zini pokoleniyasi bor. Agar men gapirayotgan bo'lsam, qaysidir MMAchiga o'xshayga aytyapman. Qaysidir MMAchiga u putimdan kelib chiqib, yo noto'g'risini aytaman, yo to'g'risini aytaman, yaxshi kelyapti-ganini aytishim mumkin. Shuning uchun yana sizga aytaman, uka, qanaqadir efirda gapirib tursangiz, men gapirishim mumkin boshqalarga. O'xshayga qanaqadir gapirishim mumkin. Lekin yana bitta narsani bilib qo'ying, o'xshayda aybi bor odam gapirib chiqadi-da, bitta gapni gapirsa, ashiq ish o'ziga to'g'ri kelganligi uchun gapirib chiqadi. Yo'q, aka, ko'pchilik qo'rqqandan gapira olmaydi desangiz, hozir O'zbekistonda odamdan qo'rqmaydi-da. O'zbekistonda bilasiz-ku, yoshi kattadan kichik farqi yo'q bir-biriga. Uje birov-birovda qo'rqadigan joyi qolmagan. Shuning uchun meni kattaligim uchun, yo uni kichkinaligi uchun gapiryapti emas. Sizni gaplaringizni menga jo'natyapti, aka, bu Humoyin mana qilyapti, o'zidan ukayapti. Menga bir ikki endi nechtasi bo'lsa ham, bu menga aytib gapirgan yo'q. Agar menga kemayapti, aka, o'sha chap turgan o'zi kelsin-chi bitta mana sani, mana siz bilan meni o'rtamda adovat qo'zg'atgan odam kim bo'ladi, aka? Uka, adovat kim bo'ladi? Hozir siz bu rasmlaringizni meni gaplarga qo'yib turgan kimlar? Ya, mas blogerlarda aytmayapman. Soni gapov bo'ladi. Hozir mana gapirishding, Hamzat Chimayev YouTube yurganda biladi, zo'radi. Kecha bo'yini solishtiring. Birinchi raundda Hamzat bosiluvdi, Arena Hamzatni baqiryapti. Ikkinchi raund tagiga tushmasa, Stricklandni baqiryapti. Ya dalbo'yoq bular. Shuning uchun menga oshiqcha qarang, menga uka oshiqcha gapirmayman. Men birovga oshiqcha gapirsam, ash odam oshiqcha atay qaytarsa, unda to'g'ri keladi. Birovga oshiqcha gapirmayapman, men egasini tutib, shuning uchun hozir aytyapman. Menga hozir gapirganingiz yo'q. O'zim bundan keyin ham dalshiyam. Men ham hali bitta odamni Humoyinda duxi yetsa, shunga chiqib urishsin. Duxi yetmasa, bular duxi yetmaydi deb hali bitta odamga otini aytganim yo'q. Duxim bo'lmaganda bunaqa o'zimni telefonlar pokoleniyam ichida bunaqa yurmasdim. Hech qayerda men zadni yoqib yo biron joyda aqaga ketib borib bunaqa narsa bo'lmagan aka. Menga duxib tursa gapirmang uka, o'zim o'zingiz yaxshi bilasiz-ku aka. Sizga yaxshi kerak yo'q. Ha, yaxshi bilasiz, yaxshi bilamansiz. Endi bitta gapirdingiz, men gapiray aka, qarab turing. Mana primoy efirga umrim davomida ulanmaganmiz, bir-birimizga mana endi ulanibmiz. Men shu odamlarda ichida sizga aytayapman-ki, men dadam, onam menga shunaqa tarbiya bergan. Men o'zimdan kattadan hurmat qilaman. Aka, qachonki u meni yosh deb izzat qilsa, behurmatlik qilsa yo boshqa narsa qilsa, men hech qayerda jim turmaganman.
Sizga hech qachon meni ichimda, mana imminda Nursultonda orqasida mana shu yerda shunaqa gapiribsan, mana shu yerda shunaqa bir g'iybatingni bilaman deb. Mana shuni biron joyda keltirib bersa, nafaqat siz, boshqasini ham. Kim meni orqamdan gapiradi-yu o'zi, любой joyda o'tirib yursin. Любой joyda ushlaganman. Men agar meni orqamdan gapirgan bo'lgansa, men 2 minutda o'zim sizga telefon qilib topib olaman. Bo't aka. Endi sizga hech qachon meni orqangizdan biron joyda sizni taniydiganlar hammasini o'z Qo'qondan tanib bilasiz. O'zingiz kelgansiz, turnir o'tkazganimda 2021-yil. O'zingiz kelgansiz, Qo'qon vobshe boshqacha hali muhabbat bilan kutib. Endi qarang, meni o'zim gapirib olay, endi oxirigacha aka. O'zim ichimda gapiring. Eshitdim, bitta ham bunaqa bo'lganim yo'q. Qarang aka. Siz bizni haqiqatda MMA'da hozir eng yosh kattalarda Mahmud Murod urushib yurganlarda. Siz Mahmud Murodov qo'ying. Men shunaqamanki, hech qachon siz indamasizdan bitta bu jinni bunga indamayman deb o'tib ketsa, men indamasdan qolmayman. Siz uchun naborat unda siqir hurmat qilgin deb gapirib qo'yaman o'sha odam. Men yosh kattadan hurmat qilishni yaxshi bilaman aka. Bitta ikkita o'zingizga lichkadan yozib qo'yaman aka, noto'g'ri gapirib, orqamdan aka, bitta joyda gapirib qo'ygan yoningizdagi bratishkalaringiz aka, meni ro'paramdan bitta ikkita joyda chiqib turib, hali qaramaganga olib ketyapti-da. Siz yoningizda unaqa odamlar yurmagan, bilamanmi? Meni bratishkalarim yo'q. Meni bratishkalarim to'g'rilamaydi aka. Meni bratishkalarim yo'q. Meni bratishkalarim hozir men men sizga qo'pol qilib aytay, men aloqamni uzib yuborganlarim bilan yuribsiz. Agar oldin bratishkan bo'lsa, mayli. Yo'q. Aloqangizni uzib yuborganlaringiz bilan to'g'ri aka-ukadirman. Ular boshqa, ularga o'zim gapirib qo'yaman. Meni 4 dona bratishkan bor. 4 dona bratishkan bor. Endi ba'zingizda bala ko'p-ku aka yoningizda. Dalamda bola yo'q. Hammani bratishga qo'yibdi. Men o'zingizga lichka yozib qo'yaman aka, bunaqa tema bo'libdi. Shuni to'g'ri aka orqadan gapirmasin. Ko'p joyda to'g'ri kelib qolyapti. Yerga qarab, ana qarab o'tib ketyapti. U yarashmaydi erkak kishiga gapi bo'lsa, men Qo'qondaman. Kelib zalimni biladi. Shuni kelib turib men topib, senda shunaqa meni ichimdan bir nima g'ulg'ula o'ynayapti desa, men o'shanga yaxsiz kirgizib beraman. Siz bunaqa narsalarni menman. O'zingiz ko'rib, meni bratishkalarim, meni 4 dona bratishkam bor deb o'zingiz so'rab oling. Menga kimdir shunaqa men o'zim so'rab olaman. Shuning uchun siz o'zingiz so'rab olavering undan. Zo'r. Sizga hozirgi temamizga keladigan bo'lsak, aka, men mana siz o'sha MMA'ning eng kattasi bo'lib qoldim deyapsiz. Men masalan O'zbekistonda bayroq ko'tarib turgan bo'lsam, mana shu kungacha aka, mana oktagonda ham urushganman, nayzada ham, hamma yo'g'ida siz aylanib chiqqan joylardan biz orqangizdan ketyapmiz-da endi sekin. O'sha siz ko'rib chiqqan. O'sha yerdan bir so'm pul olmaganman hali. Mengachi kim aytdi pul yo'qdi? Kim aytdi pul yo'qdi? Men hech qachon pulni ustun qo'ymaganman. Men uchun bayrog'im birinchi o'rinda aka. Men hech qachon misol jangni men qabul qildim deb turib, bironta organizatsiya chiqsa $1 million desam hech kim to'lamaydi. 100 ming desam hech kim to'lamaydi aka. Realniy summani aytib olib, jangdan zadni yo'qaygan bala basman. Mani to'xtay bo'ldi shu joyda. Mana mashina narsa uchun, mana mashina narsani mana bunaqa katta pul yo'q. O'zi pul uncha yo'qligini hamma biladi. Bular odamlarni bilib turib zadni yo'qmaydi. Uchun organizator mana masalan oktagon liga bilan meni o'rtamda uzilgan. Oldin bo'lgan, hech kim urushmaganda borib urushganman o'sha oktagon ligasida. O'rtamda o'sha tushunmovchilik bo'lgan. To'g'rirog'i ligani prezidenti Nuradin menga behurmatlik qilganida men srazi stopini bosib, tochkasini bosganman. O liga bilan meni siyozim qolmagan ekan. Menga boshqa ligalar, masalan, qanaqa kontraktga interes qiladi deganim, masalan, glavniy boy, hurmatingizni qilgan joyda urishasiz-ku, to'g'rimi aka? Hurmatingizni qilmasa, organizatsiya sizga buni ma'ni qilmasa, bo'pti, короче, всё. Organizatsiyangga ham, o'zingga ham deb tashlab chiqib ketib borasiz aka. Men shu ma'noda aytdim, kontrakt menga interes qiladi. Chunki sen menga vizit tashlayapsan dedi. Men xudo xolasa aka, Humoyun sifatida aytyapman sizga, hech qachon unga borib urushaman deb qo'yib turib, orqaga zadni yo'q bormayman. Xudo xolasa yutqizsam ham urushaman o'shan bilan oxirigacha. Shuning uchun men bilgan narsam to'g'risida gapiraman. Men bunaqa kontraktlar to'g'risida bilmadimmi, gapirimmi? Men hozir bilgan narsam to'g'risida gapirdim. Tushundingizmi? Sizni kontraktingizni, qaysi ligadaligingizni men hali bularni bilaman. Men aytgan bo'lsam, aytdim. Hammasi hozir men boshi gapimdan qaytibman. Nima deysiz? Uji gapirdimmi? Gapirdim. Bo'lgan narsalar to'g'risida gapiryapman. Men bo'lgan narsalar
mani videomi qilib turib, to'yanon, mani videomi qilib turib, sizni gapingizni qo'yib turib,